ham anaqa uni masalan nima deb qo'yaylik ko'rsa bir narsa shunchalik qasam ishlayman joyidagi masalan qasam ishlayman yag'on aynan mana shu اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. Albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarini mafhumi buki aytadilarki, uchta duo bor, Alloh taoloning dargohiga qabul bo'ladilar. Biri mana shu ro'zador kishi. Sirf Allohning rizosi uchun, xolis rizo Alloh uchun ro'za tutganlar, mana shularning duosi qabul bo'ladi deb hadisda mafhumi. Uchta duoning bittasi mana shu ekan. Ro'zador mo'min musulmonning duosi qabul bo'lganligi uchun, shu uchun biza mana shu Osiyoda yashab turgan mo'min musulmon birodarlarimizga haqqa duo qilamizki, har birisini har bir ojatlari bor, har bir zarurati bor, har bir kerakli zarurlar bor. Alloh taolo o'z xazonasidan, o'z gargohidan u mo'min birodarlarimiz o'sha ojatlarni purra qilib, o'sha zarurlarini o'z gargohidan, ojatlarini, o'sha taqozalarini, xazonalarini o'z gargohidan purra qilib, o'shalarni komil qilsin va ularni xursand qilib, xushhol aylantirsin. Amin. Allohumma salli va rahmatika.